Mayli onasi, men ishga ketdim. Mayli adasi, yaxshi bo'pti. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Adasi, yaxshi yetib oldingizmi? Ha, onasi, kechikmay sog'inib qoldingmi? O'zinglar nima qilasizlar? Siz ketganingizdan keyin sizni sog'inib, zerikib o'tiribmiz. Adasi, yo'llar sirmanchu. Iltimos, o'zingiz ehtiyot qiling biz uchun. Mashinangizda ehtiyot bo'lib haydang. Xo'p bo'ladi, onajonisi. Adasi, sizni yaxshi ko'raman. Chiroyligim, go'zalim, farzandlarimning onasi. Men ham seni yaxshi ko'raman. Kim bilan gaplashyapsan, Baxtu? Yengisi, bitta ko'rsat. Qanaqa yengisi o'rtoq? Xotinim bilan SMS-lashyapman. Jinni nomisan, xotini bilan shunaqa gaplashadimi, shunaqa SMS-lashadimi, Baxtu? Sen gaplashmasang, boshqalar ham gaplashmadi degani emas-ku. Sen ham SMS yozib qo'ygin, xotining ichida dardi bordir. Nimadirlarni eshitib olasan, boshqacha bo'ladi baribir xotinlar SMSlash. To'yingizga 10 yil bo'lgan bo'lsa, mayli yaxshi ko'raman deyining. Ayol kishining ko'ngli hech qachon qarimaydi. Qachon ayolingizga "Seni sog'inib ketdim, seni yaxshi ko'raman, shirinim, seni sevaman" deb SMS yozdingiz. Baribir erkalangisi, sevilgisi keladi ayol kishini. Ishonmasangiz, shu ishni bitta qilib ko'ring. Qanaqa qabul qilishini ko'rasiz ayolingizni.